baxtsiz hodisa 7,5 yil oldin baxtsiz hodisa tufayli hozir birinchi guruh nogironiman. Bugun Aymarkaz akademiyasini malaka oshirish kursi o'quvchisi bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Akashimiz charchaymizmi? Assalom. Keling, menga o'z haqingizda ozgina aytib bersangiz. Otim Mirali, yoshim 42 da. Bu sohaga men yoshlikdan qiziqib kirganman. Yoshlikda shu sohada ashli katta bo'lganman desam ham bo'ladi. Bu biz yoshlikda televizor, bitovoy texnika bilan shogird bo'lib, keyin sekin o'qishlarga kirib, o'qishlarni o'qib, keyin shu soha bilan ishga tushganmiz. Telefon sohasi bo'yicha 2008-yili 2008-yilgacha shug'ullanib kelganmiz. Shu remont anaqalar bo'yicha. Keyin karyera qilish maqsadida ishni almashtirganmiz, o'zgartirganmiz. Ya'ni metrologiya, ya'ni o'lchov vositalarini sertifikatsiya, go'standart, частный аккредитованный laboratoriyaga ishga spetsialist mutaxassis bo'yicha shug'ullanish bo'yicha ishga o'tganmiz. O'tdi mana 16 yil, 17 yil ishladi. Oxirgi shu baxtsiz hodisa 7,5 yil oldin baxtsiz hodisa tufayli hozir birinchi guruh nogironiman. Pensiyaga chiqqanmiz. 2 yil bo'ldi. Hozir yana o'zim eski sohamni qayta tiklash maqsadida o'zim ustimda ishlashni boshladim. 1 yil uyda ishladim. Uyda ishlaganda qanaqa? Qo'ni qo'shni bitta texnika olib keladi, telefon olib keladi. Bu ishlarni uyda o'tirib ta'minlashni birinchi boshladim-da. Keyin qarasam ko'p kirib kelyapti, oqim bor, mijozlar bor, mijozlar bor. Bo'ldi dedim, bu sohani bo'lmasam rivojlantirish kerak ekan. Mahallaga kerak ekan degan maqsadda yanada chuqurroq shu narsaga harakat qilib, mahallamda servis ochganman, servis sentr ochganmiz. U yerda bitovoy texnika, televizor, telefon, yadalik vositalarini ta'minlash bo'yicha. Endi menda o'rtada shu 7 yil, 7,5 yil ancha katta muddat pauza bo'lib qolgan. Ya'ni yildan yilga rivojlanishlar bor. Inson agar o'zini ustida ishlab turmasa, hozir qiyin. Bir narsa kelib qolsa, oldin ish kelib qolsa, bilmay qolsangiz, qila olmay qolsangiz, bu sizga ham minus. O'shaning uchun Aymarkaz mana o'sha ish boshlashimdan oldin kuzatdim. Ulardan 1 yil oldindan kuzatib kelardim. Keyin kuzatib anaqalari qarasam yo'qdi. Bo'ldi, boraman обязательно dedim. Uning uchun o'zimga kerak anjomlarni yig'aman. Fen, qurilmalar, payannilar, kerak jihozlar, оборудование yig'ib, keyin o'qishga boraman deb niyat qilib qo'ydim. Bo'ldi, hamma qurilmalarni, оборудование yig'ib, mana endi bu yoqqa kelib malakani oshirishni boshladik. Nima uchun aynan siz Aymarkaz akademiyasida o'qiyapsiz hozirgi kunda? Nimasiga e'tibor berdingiz? Tanlashda baribir endi ikkilanish bo'ladi hammada. Bu yerga birinchidan o'quvchilar bilan suhbatlashdim. Borib kelgan o'quvchilar bilan endi bu sohaga kirganingizdan keyin ertan gaplashib, tanishlar chiqib qolaveradi-da. Ustalar orasida shunaqa o'zimizning gruppalarimiz bor. Ular bilan gaplashsam, Aymarkazda borib malaka oshirib keldim deyishdi. Shunda ulardan ozgina anaqa qilib, ulardan ham so'radim. Keyin bu yerda bularga zaпрос jo'natdim, telefon orqali gaplashdim, bormoqchiman dedim. Kunini aytamiz aka deyishdi. Shu bilan kunini aytishdi. Shu ochiq eshik kunlari ekan, kelib o'rganib, ko'rib, bir sharoitlarini ko'ray dedim. O'zim birinchi guruh bo'lgan uchun yurish muammo bo'lgan ekan. Boring, sharoitini ko'ray, qiynalib qolmaymanmi degan maqsadda keldim. Yo'q, yaxshi. Shunda mashinadan tushaman, kiraman, chiqaman, oson. Bitta sharoitlari ham вообще zo'r, a'lo. Mana yaqinda bizga yangi jihozlar qo'yib, ishlashimizga bomba sharoit qilib berishdi. Вообще yoqdi. Endi men boshqalarga ham nima deyman? Endi hamma ham o'zini ustida ishlasa, sohasi bo'yicha yaxshi-da. O'zini ustida rivojlanish bo'ladi. Bilimning ustida yana bilim deb o'ylayman. Aymarkaz akademiyasini eng yoqqan 3 ta jihatini menga sanab bering. Mana shu narsasi yoqdi. Ustozlar. Shu bilim beradigan. Mana Zafarjon bilan ham вообще ularning ham bilimlari zo'r. Keyin Shuhrat akamiz, Isroil,
chiqib komanda kerak narsalarni bizga tushuntirib berishyapti mana programmalarda, boshqa sohalarda shu yo'nalishlarni. Yana nima? Sharoiti zo'r. Samое главное, men birinchi guruhda bo'lganim uchun endi men o'zimga juda qulayda. Hozir bu holatda kirib chiqish, bu yerda o'tirish, dars olish, bilimlarni o'rganish. Endi sog'lom odamga вообще bu yerda komfort, super komfort bo'ladi-da. Shu ahvolda endi bilimini men hammaga anaqa qilaman, tavsiya qilardim-da. O'zim ustida, не только hamma o'zini ustida ishlagan odam kam bo'lmaydi. O'zini ustida men aytdim, Zafarjonga ham aytganman. Men xudo xolasa hali 1 yilda kamida 2 marta odam o'zini ustida bilimini chaqlab tursa yaxshi-da, qiynalib qolmaydi. U yoshi farqi yo'q. Qancha o'zi ustida ishlasangiz, Shuncha yaxshi. shuncha yaxshi. Siz usta bo'lib ishlagansiz, ancha yil ishlagansiz. Keldingiz bu yoqqa malakasi oshish uchun. Ustozlarimizni bilimi sizni keyingi bosqichga olib chiqishga yetarlimi? Tak, endi mana bunaqa narsada, qarang, hozir bu narsada olganingizdan keyin uni ozgina tajriba kerak-da. Bitta oz bilimni olib siz srazu ishga berilib, 5 bo'lmaydi-da. Bu sekin astalik bilan erishadigan narsa. Masalan, o'zini qiyinchiliklar bor. Eng samimiy glавный ustalarning sohasida sabr-da. Sabr, ha. Juda sabr kerak. Bitta narsani qo'yib, uni oyoqlarini yashas, mana ustalar biladi, har bittasini o'shanga diagnoz qo'yish ham, qidirish ham sabr talab qiladi-da. Ya'ni maqsad aytaman, bu yerdan o'qib chiqqandan keyin yana o'zini ustida odam dальше ishlayverish kerak. To'xtab qolmaslik. To'xtab qolish kerak emas. Aslida men bu yerga aytyapman, nimaga 1 yil vaqt olib keyin keldim. Kerakli qurilmalarni yig'ib oldim. Chunki hozir bu yerdan chiqsam, menda o'sha imkoniyatim bor. Kelgan narsani tayyor tarsas qilib ketaveramiz-da, ishlab ketaverish. Ya'ni agar to'xtab qolsa yana o'rtada boshqa ishlaringiz chiqib qoladi, nimadir bo'lib qoladi, yana bu esingizdan chiqib ketadi. O'zingiz ustida ishlash uchun ham bir sharoit qilib qo'yishingiz kerak-da. Shunaqa deb o'ylayman. Xo'p. Bizda usta akalarimiz ko'p. Instagramda, YouTube'da bizdan doimiy ravishda ko'rayotgan. Shu usta akalarimiz ikkilanib turganlari ko'p orasida. Shularga siz nima degan bo'larsiz? Ikkilanayotgan usta akalarimiz. Ikkilanayotganligi kelsin, o'qisin. Mana bularda ochiq kunlari bor-da. Birinchi kun kelib, mana ustozlar bilan tanishib, kerakli savollarni beradi. O'ziga qanaqa muammolar bo'lsa, aytib, kamkostini so'rab olishadi. So'rasin. Просто хотя бы kelib bir atmosferani ko'rsin. Bir marta ko'rsin. Bir marta kelib ko'rsa atmosferasini, sharoitlarini, ham jihozlarni, оборудование ishlatayotganlarni bir kelib ko'rib, bir atmosferani bitta bolalar bilan suhbatlashsin. Shu endi faqat kelish. Birinchi qadam tashlash kerak-da inson. Birinchi qadam tashlab, yo sekin amalga oshib ketaveradi harakati bilan. Zo'r aka, ishlaringizga rivoj, keyingi ishlaringizda omad. Sizga yor bo'lsin. Ay Markaz akademiyasiga ham omad. Bo'shashmasin. Hamisha bularga nima deydi? Shu atmosferani qo'ldan boy berishmasin. Biz hamisha kuzatib, layklarni bosib turamiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling.